Qo'y burch vakillarini demak mart oyida nimalar kutyapti? Kelinglar shu mavzuda ko'ramiz. Demak bizda qo'y burch vakillarimiz 21-martdan 20-aprelgacha tug'ilgan kunni nishonlaydiganlar kiradi. Demak, qo'y burchimizni aniqlab oldik. Sizlar bilan demak Rohiba Taro shaxsiy bog'lanish uchun nomerim 90lik 930 0907 Telegram WhatsAppdan javob beraman. Demak, qo'y burch vakillarimizni energiyasi mart oyida. Qo'y burch vakillarini demak shaxsiy hayoti mart oyida demak, qo'y burch vakillarimizni ish yo'llari, pul yo'llari mart oyida. Juda ham zo'r. Demak, qo'y burch vakillarimiz nimadan ehtiyot bo'lishi kerak mart oyida? Tushunarli. Xo'p, demak bu yerda nimani ko'ryapmiz? Qo'y burch vakillarimizni energiyasi. Demak, ko'rayotgan bo'lsangiz, bu kartamiz шестерка pentakl kartamiz hisoblanadi. Bu oldi orqali kartalar. Demak, bu yerda ko'rishimiz mumkin, personajimiz bizga teskari turgan holatda. Ya'ni перевернутый variant hisoblanadi karta taroni. Mana bu esa demak bizni oldi variantimiz. Bu yerda nimani ko'ryapmiz? Yigitimiz demak ko'rayotgan bo'lsangiz, shaharlar ustidan qarab turganini ko'ryapmiz. Шестерка pentakl kartamiz bizda bu energiyadan kelganda demak oluvchi beruvchi energiya hisoblanadi. Qo'y burch vakillarimizdan demak kimlardir o'sha oldi berdi qilish holati juda ham mart oyida kuchli deb ko'rsatadi. Ya'niki aytaylik, siz kimgadir qarz bergan bo'lsangiz, mana shu demak qarzingiz qisman bo'lsa-da qaytish imkoniyati juda ham katta ekanligini ko'rsatadi. Yokida siz demak mart oyida kimgadir o'sha pul taraflama yordam berishingiz, не обязательно pul, masalan, aytaylik kimnidir misol uchun uyda yig'in hasham bo'lyapti. Siz o'sha insonga demak qandaydir bir ko'mak, bu ko'maklashish kartamiz hisoblanadi. Demak, energiyangizda sizda o'sha ko'maklashuvchi energiya kuchli bo'ladi deb bizga kartalar ko'rsatyapti. Xo'p, shaxsiy hayotingizda bo'ladigan bo'lsak, bu yerda mana четверка pentakl kartamiz tasvirlangan. Bu yerda o'lim kartasi, demak transformatsion kartamiz tasvirlangan и туз kubkov kartamiz tasvirlangan. Demak, четверка pentakl kartamiz bizda stabillikni ko'rsatadi. Ya'niki qisman ma'noda ham to'xtov kartasi. Aytaylik, siz munosabatlardasizda, munosabatlarda qandaydir bir pauzaviy holat bo'lib qoldi. Ya'niki bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga rivojlanish yo'q ekanligini aytadigan bo'lsak. Demak, mana shu o'lik nuqtadan siz chiqishni boshlaysiz. Chunki bu o'lim kartasi bizda transformatsion, bu bizda demak mana orqasida ham quyosh tasvirlanyapti. Demak, mana shu tugashlikdan keyin sizga tuz kubkov kartamiz tushyapti. Bu yangi boshlanishlik kartasi hisoblanadi. Demak, munosabatlarda o'sha to'xtov holati bo'lgan bo'lsa, kimlardadir butkul mana shu munosabatlarda chiqqan bo'lib, demak yangi muhabbat kirib keladi mart oyida o'yinlarimizga deb ko'rsatadi. Agar siz yolg'iz bo'lsangiz, demak bu yerda mana shu ancha muddat demak yolg'iz bo'lib kelgansiz. четверка pentakl kartamizda bizda o'sha yolg'izlikni ko'rsatadi. Demak, ancha muddat yolg'iz bo'lib kelgan bo'lsangiz, mana shu yolg'izlik davri tugaydi deb ko'rsatadi. Туз kubkov bizda yangi начало, yangi boshlanishlik. Kubkoviy kartalarimiz emotsiyaga javob beradi. Bu yerda demak sof, pok, muhabbat mart oyidan energiyasi уже boshlanadi deb ko'rsatyapti. Ish yo'llari, pul yo'llari deb ko'rib oladigan bo'lsak, bu yerda juda ham zo'r qo'y burch vakillarimiz uchun mana devatka mechey kartamiz tasvirlangan. Devatka mechey kartalarimiz demak bizda chapdan o'ngga qarab o'qilinadi. Shuni ham aytib o'tay. Mana ko'radigan bo'lsangiz, bu kartamizda yigitimiz horg'in ravishda tasvirlanganini va umid bilan demak kelajakka, mana shu quyosh chiqayotgan joyga qarayotganini ko'ryapmiz. Bu yerda mana quyosh ko'rinmayapti. Bu yigitimiz esa demak bizda quyoshga termilayotgani tasvirlangan. Demak, ko'rishimiz mumkin, sizni hozirda qandaydir bir qo'rquv holatlaringiz, mana misol uchun
aytaylik ishga kira olmayapman yoki mana shunaqa, bu shunchaki sizni o'y xayolingizdagi qo'rquv. Chunki michuvoi kartalarimiz bizda tashqi to'siqlar yo'q ekanligini, faqat bu bizni o'sha ichki qo'rquvlarimizni ko'rsatadigan karta hisoblanadi. Demak, mana shunaqa ish bilan bog'liq qandaydir bir qo'rquv holatlari, pul bilan bog'liq holatlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha oy boshlarida kuzatilinishi mumkin. Lekin mana tuz pentakl это дар Божий deyiladi, ya'niki yaratganni bir tuhvasi. Demak, sizga yaratgandan tuhva kelishi bo'ladi. Trojka pentakl kartamiz, mana ko'rganingizdek, bu o'zi bizda развитие kartamiz, ishlashlik kartamiz. Mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsangiz, ustalar mana xramni quryapti. Bu nimani anglatadi? Demak, bu bizda pentakliviy kartalarimiz o'zi daromadga, ishga ko'rsatadigan kartalar hisoblanadi. Agar siz o'sha anchadan bir ishga kira olmayotgan bo'lsangiz, o'sha oy o'rtalari, oy oxirlarida demak ishga joylashishingiz bu yerda bor deb ko'rsatadi. Ishlayotganlarda qandaydir bir ishingiz bilan bog'liq qo'rquvlaringiz bo'lsa, bu siz o'ylab chiqqan qo'rquvlar. Bu uchun demak siqilib qandaydir bir ssenariylar tuzishingiz kerak emas. Bu yerda ishingiz, daromadingiz yaxshilanadi oy o'rtalaridan, oy oxirlaridan deb bizga kartalar ko'rsatmoqda. Nimadan ehtiyot bo'lishingiz kerak? Aldovdan. Semirka mechey kartamiz. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yerda yigitimiz o'sha tunda demak ko'rishimiz mumkin o'g'rilikka kelganini. Mana shu demak qilichlarni o'g'irlab ketayotganini ko'ryapmiz. Demak, biz aytganimizda mana shunaqa ayyorona insonlardan, sizni o'sha aldashga urinishlaridan ehtiyot bo'ling. Bu yerda qo'y burch vakillarimizni qandaydir bir aldov holatidan предупредить, ya'niki ogohlantiryapti bizni kartamiz. Xo'p, sizlar bilan demak ro'yxatbatarov bo'ldi. Qolgan hamma burch vakillarimizni videolari kanalda bo'ladi. Bemalol kirib ko'rishingiz mumkin.